Akalar iPhone'ga suv kirmaydi deb ko'pchilik o'ylaydi. Bu telefonga ham suv kiribdi, telefon ochilmagan toza ekan. Lekin suv kirgan, ekran shu holatga kelib qolgan. Biz hozir buni o'zini ekranini remont qilib ko'ramiz. Ishlab qolsa, klientga ekran senasidan arzonroq bo'lib qoladi. Shleiflarni yechib oldik hozir. Bunga endi yangi shleifni qo'yib ko'ramiz. Bu eski shleif, yangi shleif qo'ydik, ishladi. Kimda shunaqa xizmatlar bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilaverasizlar. Qo'ldan kelishicha qarab berishga harakat qilamiz.